Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat qilsinlar. Boy davlatini Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Nafaslarim borak, inshaalloh duolari qabuldir. Balli, juma oqshomi duoning qabul vaqtidir. Xush keldilar taqsir. Salomat. Xayrullo, choy balali keltur. Ota, tomoshaga boraman, pul bering. O'g'lim, kim ila borasan? Tursun akam ila boraman. Barbaqlur. Qo'yib, juda ko'p gapirasizlar. So'zlashib o'ltiring taqsir. Qo'y. Boyvachcha katta bo'libdir. Xudo umr bersin. Usuli jadida maktabiga o'qiyotirmi? Yo inki eski maktabga? Ikkisiga ham bormaydi. O'z hovlingizda o'qita tursiz. Yo'q, men o'g'limni o'qitmoqni o'ylaganim yo'q. Ajoyib. Sabablidirki o'qitmaysiz. Vaholanki o'qimoq qarz ilm sababi izzati dunyo va shariati oxiratdir. Mani xayolimga dunyoning sababi izzati boylik, oxiratga bo'lsa Xudoning qilgan taqdiri bo'lur. Chunonchi biz ko'ramizki, odamlar mulladan ko'ra boyni izzat qiladirlar. Katta boylar chilen bo'lib, hamma chilenlarni hurmat qiladilar. Hatto ishi tusha turganlar ham chilen molini qimmatga olar. Azbaski chilen molga olmagan odamlarga banklar pul bermaydirki. So'ngra muomaladorlar sinib mayda bo'lur, bildingizmi? Bu so'zlaringiz hozirgi zamonga ma'qul. Lekin chilen va boylarning izzatlari vaqtincha. Holbuki alamni ishi tushganlar izzat qilur. Mullani esa barcha xalq izzat qilur. Ya'ni mullani ilmi izzat qilinadi. Bizni ham boyligimiz izzat qilinadi. Hatto musulmonlar narida tursin, o'rus va armanlarda izzat qilinadi. Izzatni nari qo'ydik. Agarda o'g'lingizni o'qitsangiz, daftarini yozar, namozini o'qar va musulmonchiligini yaxshi bilar edi. Va bundan tashqari sizga savob ham bo'lardi. Mirzalik oson. Mana Xayrulloga oyinda 7 so'm beraman. Kunduzlari mehmonxona ishini qilar, hattoki tunlarda xizmatimni qilar. Hattoki kitob ham o'qib berar. Shariat ilmi va zarurati diniyani bilmoq uchun o'g'lingizni o'qitish sizga albatta lozimdir. Shariat ilmini o'qimoqni lozim bilmayman. Chunki ayni mufti yo muazzin yo mo'min qilmoqchi emasman. Azbaski davlatim anga yetar. Zarurati diniyaga ne dersiz? Men o'zim 5 vaqt namozni kerakli duolari ila bilaman. O'zim o'rgaturman. Xat va savodga ne dersiz? Holbuki savodi yo'q odam hech narsaga yaramaydi. Bu fikringiz g'alati. Chunki mani savodim yo'q. Vujud bu shahrimizning katta boylaridandirman. Har ishni bilurman. Siz ilgari zamonda bir navi ila boy bo'libdirsiz. Ammo endi faqat ro'zg'or o'tkazmoq uchun ham ilm kerak. Ko'ramizki, 20-30 yillardan beri barcha savdo yo'llari Armani, Yahudi va boshqa ajnabiylar qo'liga o'tmoqda. Buning sababi bizlarning ilmsizligimizdir. Binobarin o'g'lingizni o'qitmoqni sizga taklif etaman. Hoy domla, siz menga tahdidchimi? O'g'il maniki, davlat maniki. Sizga nima? O'qiganni birisiz. Yemoqqa noningiz yo'q. Bu holingiz bilan menga nasihat qilasiz. O'qimoq va mulla bo'lmoq uchun pul kerak. Badavlatlarimizni holi bul. Bas, bu ketish ila na'uzon billoh oxiratga rasvo bo'lurmiz. O'qimoq barcha musulmonga erkak yo xotin bo'lsin farz edi. U qayda qoldi? Oh voy, bizning holimizga. Ey boy, men sizga nasihat qildim va bo'ynimda qilish kerak bo'lgan ishni lozim qilib soqit qildim. Holi inshaalloh alifni tayoq demay turgan o'g'lingizni holini ko'ramiz va uni o'qitmaganingiz uchun gunohkor bo'libdirsiz. Hoydonlar, menga nasihat qilish kerak yo'q. Bezor qildingiz. Ishimdan, uyqumdan bu odam meni qoldiradi. Xayrullo, mehmonxonani qulfla. Ay taqsir.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrullo, kursi keltur. Bu kishi yerga o'tira olmaydir. Janob boy, sizni kayfsiz ko'raman. Mumkinmi? Sababini bilsam? Bir mulla kelib edi. O'g'lingni o'qitmaysan deb juda jonimni oldi. Qo'lagandek qilib zo'r qaydadim. Mushtlashmadik. Faqat Aha, qiziq va interesniy hodisa emish. Bu shaharda amr ma'ruf qila turgan bir mulla bor ekan, Xudoga shukr. Ul janobi haqqoniy domlani topib ziyorat qilmoq kerak. Boy afandi, sizga malol kelmasin. Ushbu to'g'ridan men ham qachonlardir bir necha so'z so'zlamoqchi edim va ushbu soati daqiqaga mavquf ekan. Endi men sizdan iltimos qilamanki, bir necha daqiqa menga quloq bersangizki, ilm nafi to'g'risida so'zlayin. endi bildim. Siz ham o'g'lingni o'qit deb garam qilar ekansiz. Bugun chap yonimda turganman. O'ylamagan ishlar oldimdan chiqar. Mazmuni qordan qutulib yomg'irga uchraymiz. Xayrullo, mehmonxonani qulfla. Uyqum keldi. Boy afandi, men sizga dedimki, millatga keraklik ilmlar to'g'risida so'zlamoqchiman, ammo siz mening so'zimni eshitmoqni xohlamay turganga o'xshaysiz. Ikkinchi daf'a aytamanki, so'zimga quloq bering va bu so'zlar sizning va millatning nafidir. So'zingizni jabr va zo'r ila eshittirasizmi? Yo menga azob bermoqqa keldingizmi? Yo'q, men asli boshqa ish uchun kelib edim, va lekin ilm bahsining ustidan chiqib qoldim. Shu sababli muddaoni tabdil etib sizga ilm to'g'risidan bayon qilmoqni qasd etdim. Shoyatki janobingizdek boylar millat bolalarini o'qitmoqqa sa'y etsalar. Koshki domla hikoyalari yetmasaydi. Xo'sh, modomiki qo'ymasdansiz, barvaqtroq aytib tugatib qo'ying. Uyqum keldi. Hozir yangi va boshqa bir zamondir. Bu zamonda ilm va hunarsiz xalqning boyligi, yeri va asbobi qo'ldan ketganidek, axloq va obro'yi ham qo'ldan chiqar. Hatto dini ham zaif bo'lur. Buning uchun biz musulmon bolalarni o'qitmoqqa sa'y qilmog'imiz kerak. Vaholanki diniy shariamiz bizlarga beshikdan mozorgacha ilm o'qitmoqni farz qilganlar. Bu hukmi shariatdir. Alal xusus bu zamonda bizga ikki sinf ulamo kerak. Biri olimi diniy, ikkinchisi olimi zamoniy. Olimi diniy imom, xatib, muallim, mudarris, qozi, mufti bo'lib, bular xaloyiqning diniy va axloqiy va ruhoniy ishlarini boshqarib, bu sinfga kira turgan talabalar avvalo Turkiston va Buxoroda diniy, ilmiy, arabiy va bir oz ruscha so'zlar o'qib, undan so'ngra Makka, Madina, Misr va Istanbulga ulumi xatmga keturlar, toki komil mulla bo'lsunlar. Angladingizmi boy? Ha, aytavering, quloqim sizga. Olimi zamoniy bo'lmoq uchun millat bolalarini avvalo musulmoniy xat va savodini chiqarib, zaruriyati diniya va o'z millatining tilini bila turgandan so'ngra hukumatimizning nizomli maktablarga yubormoq kerakdir. Ya'ni gimnaziya va shahar maktablarida o'qishlarini tugatgach,
Moskov, Peterburg dorilfununlarga yuborib, doktorlik, injenerlik, sudyalik, zakonchilik, ilmiy tijorat, ilmiy iqtisod, ilmiy san'at, muallimlik va boshqa ilmlarni o'rgatmoq lozimdir. Rossiya vatanina va davlatina bilfil sherik bo'lmoq lozimdir va ularning davlat mansablariga kirmoq kerak. Toki maishatiy ehtiyoji zamonaviyamiz uchun vatan va millati islomga nafiyat kurmoq va podshohlik mansablariga kirib millati islomiyaga nafiyat kurmoq lozim va Rossiya davlati bilan sherik bo'lmoq kerak. Hatto shu tariqa o'qigan musulmon bolalarini Farangiston, Amerika va Istanbul dorilfununlariga yuborib tarbiya qilmoq uchun eltish kerak. Bu ishlar bo'lmas. Magar pul ila, sizdek katta boylarning himmati ila Chunonchi, Kavkaz, Orenburg va Qozon musulmonlarini boy va ahli g'ayratlari ilm yo'llariga ko'p pul sarflarlar va kambag'al bolalarni o'qitirarlar. Hazrati payg'ambarimiz bizlarga ilmga chindan bo'lsa ham talab qilinglar demadilarmi? Albatta so'zlarimga tushungandirsiz boy. Boy baba, oy. Ha. Al'on biz Turkistonda bir yomon odat paydo bo'lganki, bir kishi ruscha o'qib, hukumat mansablariga kirib, rasmiy forma kiysa, ani ayb qiladurlar. Yoki bir musulmon bolasi nizomiy forma kiysa, ani masxara qiladurlar. Agar izvoshchik va yo qora mehnatkash bo'lib, Avropaliklarning eski libosi va yo o'yinchilar libosini kiysa, hech kim hech nima demaydirki, bu kamoli nodonlik va dunyodan xabarsizlik. Shunday emasmi, boyavaki? Iloho Xudoyo, ummati islomiyaga, xususan biz turkistonliklarga rahming kelsin. To'g'ri uxlasan, bemalol uxla. Qo'ling tushirgan. Voy! Jonim! Voy, kimdir do'q dedi. Voy zolim dastidan, bu qanday kun edi, voy dod. Ha Toshmurodjonim, bu qanday kun edi, voy dod. Koshki chekakka ketsayding, voy dod, padarkush. Voy boyim. Onajon, sizga endi sabrdan boshqa chora yo'q. Uyingizni jaholat va nodonlik, beilmlik va tarbiyasizlik buzdi. Voy bolam, voy boyim, voy. O'g'lingizni beilmlik Sibirga yuboradi. Joningizdan aziz farzandingiz endi sizdan bir umr uzoqda yashaydi. Do'st, voy bolam, voy boyim, ilk darsdan ham ayrildim. Erimni mozorga, bolamni Sibirga yuborarlar. Voy dada. Rafiqlar shunday yo'ldan sizni urdiki, qurboni jaholat bo'ldingiz.
Birortangizda nasihatga quloq solmadi. Endi onajon, sizga sabrdan boshqa chora yo'q. Alloh sizga sabr bersin. Voy bolam, voy boyim. Ikkitasidan ham ayrildim. Erimni mozorga, bolamni Sibirga yuborarlar. Voy voy voy. Agarda bularni otasi o'qitsa edi, bu jinoyat va padarkushlik alardan sodir bo'lmas va bular ichkilikni bo'yla ichmas edi. Umri boricha Sibirga va bandga, qiyomat va jahannamga qolmas edi. Oh, haqiqatda boyni o'ldirgan va bu yigitlarni azobi abadiyga giriftor qilgan beilmlikdir. Bevatanlik, darbadarlik, asorat, faqru zalolatning hammasi ilmsizlik va tarbiyasizlikdandir. Bevatanlik, darbadarlik, asorat, faqru zalolat va xorliklarning hammasi tarbiyasizlik va ilmsizlikning mevasi va natijasidir. Dunyoga taraqqiy qilgan xalq ilm vositasiga taraqqiy qiladi. Asir va zabun bo'lganlarda beilmlikdan, modomiki bizlar tarbiyatsiz va bolalarimizni o'qitmaymiz, bu ishlar va badbaxtliklar oramizda doim hukm farmo bo'lib tursa kerak. Bunday ishlarning yo'q bo'lishi uchun o'quv va o'qituvdan boshqa iloj yo'q. Alloh taolo boshqa hamishalarga ibrat va sizlarga sabr bergay.